Semirish juda ham qiyin. Ozish oson. To'g'ri yo'nalishdaliklaring uchun ozolyapsizlar. Semirish uchun masalan 2 oyda 1 kilo semirish mumkin. Agar to'g'ri semira olsa, chunki semirish bu уже mushak go'shti nimasiga bo'ladi-da. Ya'ni tanada mishsa to'plash kerak bo'ladi. Ana yog' bilan semirmayaptimi, demak ortiqcha vazni yo'qmi, odamda tanasida yog' turmaydi. Unaqa inson semiradigan bo'lsa, yog'ni hisobiga emas, mushakni hisobiga semiradi. Mushakni shakllantirib joyiga qo'yish uchun bir necha oy kerak. Bir xilga odamlar mana to'lov qiladi. Biz individual ishlaymiz. Endi boshlanyapti tanasida o'zgarish. Keyingi oyga to'lov qilishingiz kerak masalan. Dalshi ishlar biz ham o'zimiz o'tirib kontrol qilib o'tirmaymiz. Har bitta narsani o'zini haqqi bor. Haligi natijaga yetib olguncha sabr chidamaydi-da. O'shaning uchun men semirmoqchi bo'lganlarni olmay qo'yganman. Semirmoqchi, chunki mana ozmoqchi bo'lgan odamga birpas natija qilib bera olamiz. U 7 kilo, 8 kilo vez tashlab bera oladi. Lekin semirmoqchi bo'lgan odamda o'zida tushunchasi bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda shu 3 oy, 4 oyda 2 kilo, 3 kilo vazn yig'sa ham bu juda ham katta natija hisoblanadi. Semirish ozishdagi oson narsa emas. Lekin unga yomon mahsulotlar bilan hamma narsa yo'q deb retsept tuzib berishar, vijdonga ham to'g'ri kelmaydi, vobshe meditsinaga ham to'g'ri kelmaydi. Bu noto'g'ri narsa-da. Semirtiradigan jindig'in narsalarni berish. Baribir ratsionda qartta nima ozmoqchi bo'lgan ham, semirmoqchi bo'lgan ham foydali narsa bilan o'sha narsaga erishish kerak. Foydali narsa bilan. Ozg'in bo'lsa-yu, xamirlarni yeb, oshqozoni yallig'lanib, kasal bo'lgani kimga keragi bor? O'shaning uchun bir xilga noto'g'ri tushunadi-da. Osiyopa demak semirish uchun uglevodlarni ko'paytirishimiz kerak deydi. Yo'q, uglevod sizni semirtirmasa, sizda narsa o'stirishi mumkin. Sizni semirtirmasa, sizni jigaringiz dabdalasini chiqarishi mumkin. Gormonlaringizga noto'g'ri ta'sir qilishi mumkin. Yomon narsami? Bo'ldi, u ozg'inga ham, semizga ham bir xil zarar.